Sevgi borasida hammaga maslahat berasiz-ku. Lekin o'zingiz Harakat qilyapman-ku. Bu haqida keyin gaplashamiz. Hozir kiyinib chiqaman. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. kelinglar, marhamat. Yo'lda qiynalmadingizmi? Yo'q, sira qiynalmadik. Yaxshimisan, o'g'lim? Rahmat, yaxshiman. Shekhar, Oyi, bular Devashning ota-onasi. Uning buvisi. salomat bo'ling. Devashning amakivachchasi Pratik. Meni oyim. Ular esa meni dadam. Ismim Chintali. Tanishganimdan xursandman. Aslida qizingizga sovchilikka keldik. Lekin uyingizni ta'rifiga til ojiz. Uyingiz judayam katta ekan. Haligi juda shinam demoqchi edim. Devash Krishga pul uchun uylanyapti. Ikki oila o'zaro kelishib ketishsinda. O'g'li Shekhar ajoyib yigit ekan. Eng yangi kino va Siz seriallar qizimiz faqat Yoda. Viaplay Bu yerda jon platformasida. deb Shekharga uzatardik. To'g'rimi? Chintali, Labbay onajon. Devashni unashtirish uchun kelganmiz. Avval shuni bajaraylik. Albatta, albatta. Marhamat. Kiravering. Oyijonim qarshimda turibdi. Ammo o'zimni bag'riga otolmayman. Rostini aytsam, Shekharni sevib qolganiga ishongim kelmayapti. Shekharga bir umr bardosh qilishga majbur bo'ladigan bechora qiz kim ekan? U qizda ham bir gap bor. Yo'qsa Shekhardek sevgini tan olmaydigan yigit chinakamiga oshiq bo'lib qolarmidi? Men ham u qiz bilan tanishishga qiziqib ketyapman. Ha, tezroq borib tanishmasak bo'lmaydi. Tangri umringizni ziyoda qilsin. Ering bilan qo'sha qaragin qizim. Kelinoyim kelyapti. Naqadar go'zal. Qarang, ona. Ey Xudoyim, yomon ko'zdan asrasin. Noshud o'g'ling shunday sohib jamol qizni yoqtirib, umrida birinchi marta to'g'ri ish qilibdi-ya. Qara.
xosiyatli fursat o'tib ketmasidan unashtiruv marosimini boshlaylik. Chentali bor. Ibodat uchun patnisni keltir. Kelinga Xo'p, atagan oyi. sovg'amizni ham olib kel. Bora qol. Hozir olib kelaman. Kechirasiz. Bir narsa iltimos qilsam, xafa bo'lmaysiz-da endi. Panjobliklarning urf-odatlari o'ziga xos bo'ladi. Nima qilish kerakligini o'zingiz o'rgatib Hech turasiz. qisi yo'q. Bugun urf-odatlarimizni biz o'rgatamiz. To'ydan keyin qizimga gujaratlilarning urf-odatini siz o'rgatarsiz. Albatta. Chetu, Labbay. odatimizni o'rgatsang ham ingliz tilini o'rgatma. Qo'ysangiz-chi, Nitesh? Hazillashdim. Marosim boshlanyapti. Arvi bilan Ritikadan darak yo'q. Kech qolmasligini tayinlagandim. Hamma kelib bo'ldi. Sizdan darak yo'q. Kelasizmi o'zi? Ha, yo'ldamiz. Ayb menda emas. Do'sting Ritika 2 soat o'ziga oro berdi. Ko'rishguncha. Marosim boshlanayotgan ekan. Bizni kutishyapti. Ari, bir narsani so'rasam, rostini aytasizmi? Ha, so'ra. Agar Ishani qaytib kelsa, nima qilasiz? Riya Poe platformasi sizni kino olamiga taklif etadi. Nimalar deyapsan? Olamdan o'tganini bilasan-ku. O'lganlar qaytib kelishmaydi. Bu qanaqa savol bo'ldi? Shunchaki so'ragandim. Tasavvur qilib ko'ring. Ishani o'lmagan. Qayergadir ketgan va kutilmaganda bir kun qaytib kelsa, nima qilasiz? Iltimos Arvi, nimadir deng. Nima qilgan bo'lardingiz? Qayerga ketgan eding, Ishani? Meni yolg'iz tashlab qayerga ketding? Yonginangizda edim, Ranvir. Faqat meni payqamadingiz. Endi seni qo'yib yubormayman. Men ham qo'yib yubormayman, Ranvir. Qo'yib yubormayman. हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में तू है तो Agar u qaytib kelsa, uni qo'yib yubormayman. Men esa Ishani haqidagi haqiqatni sizdan sir tutaman. Ilojsiz narsalar haqida gaplashishdan nima foyda? Bu haqida unga aytishim kerak. Arvi Ishanini sevadi.
Bu xabarni Arvidan sir tutolmayman. Ey Xudoyim, Divash va Krish dunyodagi eng baxtli juftlik bo'lsin. Yomon ko'zdan ularni o'zing asra. Bu senga. Rahmat. Meni sovg'am qani, aka? Katta sovg'a berdik-ku, yetmaydimi? Muborak bo'lsin Parik sohib. Muborak bo'lsin. O'zingizga ham. Tabriklayman. Qizingizni boshini bog'lab qo'ydik. Endi qizimizni istagan paytimizda uyimizga olib ketsak bo'ladi. Shunchaki hazil. Aslida qizimiz sizga omonat. To'ydan keyin uni olib ketamiz. Shundaymi? Ha? Gap bilan ovora bo'lib sovg'alaringizni keltirishni unutibman. Sovg'alar? Ha? O'tiringlar. Hozir kelaman. O'tiring, marhamat. Yoningizga chiqolmayapman. Lekin men tanlagan sovg'alar sizga manzur bo'ladi degan umiddaman. Eng yangi kino va Rafi bilan seriallar Ritika nega faqat kelishmayapti? Ria Play platformasida. Ritikaning ishi chiqqandir-da. Marosim ham tugadi. Kelishsin, mendan ko'rishadi. Arvi, sizga bir gap aytmoqchiman. Ritika, nega o'zingni g'alati tutyapsan? Tushunarsiz savollar berasanmi? Yana shunday savol bermaysanmi? Bo'pti, gap. Nima demoqchisan? Arvi, Nima bo'ldi, Ritika? ovora bo'libsiz-da. Bizda shunday odat bor. Kuyov bilan birga uni oila a'zolariga ham tuhfa beriladi. Sovg'alaringizni ochib ko'ringlar. Shunaqami?
Nima bo'ldi? Sovg'alarimiz yoqmadimi? Biror kamchilik bo'lsa, kamchilik nimalar deyapsiz? Har birimizga ko'nglimizdagidek sovg'a qilibsiz. Sovg'alarni qo'yavering. Izzat ikrom ko'rsatganingiz uchun rahmat. Bir narsani tushunmayapman. Bizga nima yoqishini qayerdan bildingiz? Sovg'alarni tanlashga Nirupa yordam berdi. Nirupa? Kim u? Juda yaxshi qiz. Men bilan birga ishlaydi. Sovg'alarni tanlashda, uyni bezatish ishlarida bizga yordam berdi. U bilan tanishganimizga ko'p bo'lmadi, lekin anchadan beri taniydigandek yaqin bo'lib ketdik. Uni ikkinchi qizim deb bilaman. Nirupa qizingiz bizga nima yoqishini sizdan ko'ra yaxshiroq bilarkan. Rudraksha donalaridan yasalgan marjonni yaxshi ko'rishimni qayerdan bilibdi? Buni qarang. Meni sovg'amni aytmaysizmi? Men yaxshi ko'radigan kurta pajama. Mana bu sarini tunov kuni do'konda ko'rib, havas qilgandim. Pratika soat, devashka mobil telefoni, hammasi ular yoqtiradigan narsalar. U bularni qayerdan bilibdi? Nirupa juda ham aqlli qiz. Siz haqingizda Krishtani eshitgan ekan. Gap so'zingizga qarab, kimga qanday kiyim va kimga nima yoqishini bilib olibdi. O'zi qayerdan? U biroz uyatchan. Mehmonlarning yoniga chiqishga tortinyapti. Garfi bilan Ritika kelgunicha uni oilasi bilan uchrashtiraman. U bilan ko'rishni istaysizmi? Albatta. Ta'rifini eshitgach, ko'rmasak bo'lmas. U bilan ko'rishib, rahmat aytishimiz kerak. Yaxshi, hozir uni chaqirib chiqaman. Shakhar hozir Ishanini oilasi bilan uchrashtirish uchun qulay imkoniyat.